Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men har doimgidek Usta Muhammad Yusuf. Hammalaringni Ramazon oylarida sog' salomat Alloh taolo hammalaringga kuch-quvvat berishini tilab qolgan holatda biz navbatdagi Tunikafon xizmatimizni Xudo xolasa Andijon viloyati Qo'rg'ontepa 2-bo'limda Xudo xolasa mana shunaqa chiroyli ko'rinishda Tunikafon xizmatini yakuniga yetkazib berdik, qadrdonlar. Xo'p, do'stlar, bu xonadonimizga 104 kvadrat Tunikafon ishlatganmiz, material lis rasxod qilganmiz, qadrdonlar. 1 kvadrat tunikamizni 135 ming so'mdan xonadon egasini bir dona samarezga ham ovora qilmagan holatda xizmatlarini Xudo xolasa mana shunaqa chiroyli holatda yakuniga yetkazib berdik, qadrdonlar. Xo'p, ishlarimizni ko'ringlar. Agar sizlarga ma'qul kelib qolsa, sizlar ham Tunikafon qilmoqchi bo'lib o'ylanib yurgan bo'lsanglar, bemalol ekranda turgan raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, xonadoningizlarga mana shunaqa chiroyli Tunikafonlarni qilishinglar mumkin bo'ladi, qadrdonlar. Xo'p, do'stlar, yana bir narsani aytib o'tib ketamiz. Ishlatilayotgan materialning kvadratiga hisoblanadi, joyingizning kvadratiga emas. Sababi buni aytishimizning Tunikafonda bukilish, qayrilish, ustimiz qatirilish bor. Shuni hisobiga joyingizning kvadratidan ko'proq material ketadi, qadrdonlar. Sizlar ketgan materialning kvadratiga pul berganingiz uchun joyda kvadratdan ko'proq material tunikaga pul berasizlar. Xo'p, bu xonadonimizga oq rangga shikolat rangdan qilib berdik. Sababi tarnovlari shikolat o'zi bor ekan. Biz shunga moslagan holatda Tunikafonlarni qilib berdik. Xullas, qadrdonlar, bu xonadonimizni 14 million so'mga ichkari shapka, ko'cha shapkalarini taglari bilan chiroyli Tunikafonlarni qilib berdik. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Xudo xolasa kosmoslarimiz tayyor holatda Buxoro hamda Samarqandga jo'natilmoqda, qadrdonlar. Kimga mana shunaqa kosmoslar kerak bo'lsa, bemalol bizga bog'lansanglar, Xudo xolasa atigi 2 million so'mdan Xudo xolasa yuklab beryapmiz. Faqat yo'l kirasi o'zingizdan bo'ladi. Olaver.